men andiza qilib oldim. Klyonkam ham ozgina qolgan ekan. Hamma andiza qog'ozlardan ozgina qolgan ekan. Asarti andiza bo'ldi bu safar. Andizam g'ijim ekan, bularni dazmol qilaman dedim. Mamutlari erib ketdi. Keyin ustiga yana yamoq qilib, bunaqa kusoklar qilib qo'ydik. Ulab amalladik, yo'q joydan bor qildik. Keyin andizani oldingi safar bu 80 sm ketdi. Bu safar qisqartirib 168-13 sm ga kamroq joyladik. Rasxodi kamaydi, ochib ichganim uchun. Betga oldini qo'ydim, betga orqani qo'ydim. Kaketni tepaga qo'ysam, rasxod pastga tushib ketyapti. Shuning uchun kaketni betga oldim, ikkita yengga joyladim. Ikkita kapishonni butun qilib joylayman desam, rasxod ko'payar ekan. O'rtasidan bo'lib, buni betga, narigisini yoqqa qo'yib turib, oraga qildik. Endi bunaqa oradiga yo'qotishlar bo'ladi. Bizga cho'nchaklik kerak emas, poyezlik kerak emas. Shuning uchun betdan joyli qoladi. Rasxodi 368.